بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo barchalaringizdan o'tgan muborak Ramazon oyida qilgan solih amallaringizni o'z dargohida qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo inshaalloh tutgan ro'zalarimizni qiyomat kuni foydamizga hujjat qilsin va tutgan ro'zalarimizni, tilovatul Qur'onlarimizni inshaalloh shafoatchi qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Lis-soimi farhatan yafrahuhuma." Ro'zadorning ikkita xursandchiligi bo'ladi. Bu ikkovi bilan ro'zador shod xurram bo'lib, xursand bo'ladi deydi aziz birodarlar. Birinchisi, iza aftara fariha bi fitrihi. Iftor qilganda, ro'za yakunlanib, bayramga qovushganda iftorlik bilan, bayram bilan shod xurram bo'lib, xursand bo'ladi. Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsin, bizga mana shu xushnud ayyomlarni yashatdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Va ikkinchisi aziz birodarlar, haqiqiy xursandchilik nima? Va iza laqiya robbahu fariha bi sawmihi. Robbisiga yo'liqqan kunda esa tutgan ro'zasi bilan shod xurram bo'ladi. Alloh taolo ro'zadorlarni, o'zi uchun ro'za tutgan insonlarni, o'zi uchun qiyomda turgan qoyimlarni, soyimlarni, obidlarni, qorilarni Alloh taolo qiyomat kuni mahzun qilmaydi aziz birodarlar. Va mana shu ro'zasining mukofotini oladigan kunda alhamdulillah ro'za tutgan ekanman deb xursand bo'ladi. Alhamdulillah ro'zadorlar karvonidan bo'lgan ekanman deb xursand bo'ladi. Va bu haqiqiy xursandchilik bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo kulu vashrabu hani'an bima kuntum ta'malun deb jannat ahliga nido qilganda haqiqiy xursand bo'lish mana shunda bo'ladi. Yenglar, ichinglar bemalol, hech taqiq yo'q, chegara yo'q, cheklov yo'q, bemalol yenglar. Nima sababli? Bima kuntum ta'malun, qilgan amallaringiz sababli deyilgan kunda mana shu ro'zadorlar xursand bo'ladi aziz birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Ramazon oyida ummatimga 5 ta xislat berildi dedi. 5 ta xislat berilibdi? 5 ta xislat berildi. Ilgari biror bir ummatga berilmadi. Biz alhamdulillah Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatimiz. Bizdan avval u zotdan sallallohu alayhi vasallamdan oldin ko'plab payg'ambarlar o'tdi. Juda ko'plab xalqlarga, millatlarga, ummatlarga payg'ambarlar jo'natildi. Lekin shuncha xalqlar, ummatlarning ichidan payg'ambarimiz aytayaptiki, ummatimga 5 ta xislat berildi. Ilgari birortaga berilmagan. Nima ekan ular? Birinchisi, xulufi famis soim atyabu indalloh min rihil misk. Ro'zadorning og'zidan keladigan hid, xaluf deydi, hid o'sha oshqozon ovqatdan xoli bo'lsa, yemoq ichmoqdan bo'shab qolganda o'z-o'zidan nima hid chiqadi, og'izga hid keladi. Mana shu hid nafslar uni jirkanch sanashligi mumkin, badbo'ydi. Lekin bu Alloh taologa miskni hididan ko'ra xushbo'y bu. Nima uchun? Toatdan paydo bo'layotganligi uchun. Ayni vaqtda chang bo'lib yurish, sochlar to'zib yurishligi, kir bo'lib yurishlik yaxshi emas, to'g'rimi? Nafslar jirkan, nima uchun kir bo'lib yuribsan deydi. Lekin bu narsa toatdan paydo bo'ladigan bo'lsa, Alloh taologa yoqimli bo'ladi. Mana mag'barrat qadama abdin fi sabilillah fatamassahunna. Qulning 2 qadamiga Alloh yo'lida chang yetadigan bo'lsa, do'zax o'ti tegmaydi degan payg'ambar. Qulning 2 qadamiga Alloh yo'lida
jihodda chang yetadigan bo'lsa, do'zax otashi tegmaydi deydi. Alloh taolo hajga keladigan insonlar haqida aytadiki, "Jauni mening oldimga o'sha sochlari to'zigan, changigan holda kelibdilar" deb maqtanadi. Butun Arofatda maloikalarga o'sha Arofatda turgan hojilar bilan Alloh taolo maqtanadi, butun maloikalar. Bandalarimga qaranglar, mening oldimga hamma joydan, tepaliklar va pastliklardan sochlari to'zigan, ustilari chang bo'lgan holatda kelibdilar deyapti. O'zi unaqa bo'lib yurishlik odatda yaxshi emas, lekin toatdan kelib chiqqanligi uchun bu bir ibodatning natijasi bo'lganligi uchun Alloh taologa yoqimli bo'lyapti. Birinchisi bu. Ikkinchisi, va tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Faraz qiling, ro'za boshlangandan to iftor qilgunimizga qadar, shu kunimizga qadar malaikalar sizga to'xtos istig'for aytib turadi. Masalan, biz aytamiz, birodar duo qiling deymiz. Bir solih deb bilgan kishimizni, to'g'rimi? Duo qilib qo'ying deb duo so'raymiz undan. Nimaga so'rayapmiz u odamdan duo biz? Bir yaxshi inson deb bilganimiz uchun. Bir Allohning huzurida bir narsasi bor, bir vaznga ega deb bilganligimiz uchun duo qilib qo'ying, siz solih insonsiz, duolaringiz ijobat deganday bir nima qiladi. Vaholanki qarshimizda duo so'rayotgan insonimiz nima bizga salohiyatli ko'rilgan bilan Allohning huzurida hech kim bo'lmasligi mumkin. Qalbi bo'sh bo'lishligi mumkin u bizga yaxshi ko'ringan bilan. Lekin maloikalar ular gunoh qilmaydi. Ma'sum bular. Va yaf'alun ma yu'marun. Alloh taolo aytgan narsasini qiladigan toat ahli ular. To'xtos Allohni tasbih aytib turadi, to'xtos sajda qilib turadi, to'xtos namoz o'qiydi, qiyomda turadi. Shunaqa Alloh taoloning buyruqlarini so'zsiz, e'tirozsiz bajaradigan ibadun mukramun, aziz qullar ular. Endi ular sizga istig'for aytsa, inshaalloh duolari ijobat bo'lishlikka loyiq. Bu ikkinchisi. Yana uchinchisi aziz birodarlar, va yuzayyinullohu kulla yawmin jannatahu. Alloh taolo har kuni jannatlarni bezaydi. Alloh taolo har kuni jannatlarni bezab nima deydi? Aytadiki, yushiku ibadiyas solihun an yulqu anhumul maunata wal adha wa yasiru ilayk. Mening solih qullarim deydi. Ro'zadorlar haqida aytilyapti. Alloh taolo jannatlarni bezaydi, ziynatlaydi. Qarang, subhanalloh, bizga bir aziz mehmon keladigan bo'lsa, qanchalik o'zimiz tayyorlaymiz? Bir aziz mehmon keladigan bo'lsa, qanchalik o'zimiz tayyorlaymiz, sofralar ochamiz. Qo'limizdan kelganini bu qarz olib bo'lsa ham o'sha sofraga to'kamiz masalan. Chunki biz uchun nihoyatda aziz bir mehmon keladi. Unga chiroyli kiyinamiz, tayyorlaymiz, uylar tozalaymiz, yuvamiz. Muhim, Alloh taolo mana ro'zadorlar Allohning mehmonlari. Ro'zadorlarni Alloh taolo solih bandalarim deb aytayapti. Va solih bandalarim deyapti, jannatlarni bezab turib. Yaqinda o'zlaridan butun dunyo tashvishlarini, butun dunyo qiyinchiliklarini, fitnalarini, g'am g'ussalarini, alamlarini hammasini uloqtirib senga keladilar. Qarang, subhanalloh. Ro'za qanday bir ibodat. Ro'za nihoyatda Alloh taolaga suyukli ibodatidir. Chunki Alloh taolo butun amallarning ichidan ro'zani kimga xoslagan? O'ziga xoslagan. Kullu bani adam amaluhu lahu illa as-sawm fa innahu li va ana ajzi bihi degan. Odam bolasining qilgan hamma amali o'zi uchun. Lekin ro'za men uchun degan. Faqat men uchun va men uni mukofotini beraman. Nimaga ro'zada saxovat ko'payib ketadi? Nimaga rahmat oyi bo'ladi? Nima deydi? Barakat oyi bo'ladi. Hamma narsa mana masalan ro'zada kimlardir nimalarga ega bo'lib qoladi, nimaga erishib qoladi masalan. Nima uchun aziz birodarlar? Kim aytadi buni javobi? Nima uchun boshqa 11 oyda bir tinsiz yuramiz, lekin ro'zada bir alhamdulillah cho'ntaklarga bir narsa kirib, hatto ortishtirib zakatul fitrlar ham berasiz masalan. Ana baraka toping. Ixlos. Chunki ro'zada hamma odamlardan Alloh taologa ixlos ko'taradi. Hammadan. Masalan, ro'zador kishi xolis Alloh uchun ro'za tutadi. Hech kim ko'rmaganda yeb ichishi mumkin-ku, to'g'rimi? Hech kim ko'rmay turibdi, ichib olay, yeb olay deyishi mumkin. Lekin qilmaydi shuni. Kimdan qo'rqadi? Allohdan qo'rqadi.
va Alloh taologa shuncha millionlagan bandalaridan ixlos ko'tariladi va Alloh taolo bu ixlosning mukofotini beradi. Endi faraz qiling, biz mo'min musulmonlar hayotimizda shu ro'za madrasasidan chiqqanimizdan keyin ixlosni shunday yo'lga qo'ysak, boshqa amallar bilan namozda ham shunday ro'zada bo'lgan ixlos bo'lsa, da'vatda ham ro'zada bo'lgan ixlos bo'lsa, jihodda ham ro'zada bo'lgan ixlos bo'lsa, qo'mondonlarimizga itoat qilishda ham shu ro'zada bo'lgan ixlos bilan harakatlanadigan bo'lsa, qanday bo'lar biz ahvolimiz? Ana Allohning tavfiqi, rahmati, barakati sizdan ayrilmaydi doim. Chunki Alloh muxlis bandalarni yaxshi ko'radi, muxlis bandalariga o'zi Alloh taolo tavfiq degan to'n kiydirib qo'yadi. Shunday ixlosni unga aziz qilib qo'yadi, ixlossiz boshqa narsa qilishni xohlamaydi, qilolmaydi u odam. Va Alloh taolo mana har kuni jannatlarni bezab aytadiki: "Yushiku ibadiyas solihun an yulqu anhumul maunata wal adha va yasiru ilayk." Mening solih bandalarim yaqinda o'zlaridan qiyinchiliklarni, dunyo mashaqqatlarini uloqtirib senga keladilar deydi. Va shaytonlarni kattalari zanjirband qilinadi va ro'zadan boshqa oylarda Allohning bandalariga erishganchalik erisha olmaydi. Chunki zanjirband qilinadi. Mana ro'za chiqishligi bilan Allohning xohlagan bandalariga Allohning izni bilan shaytonlar erisha olishi mumkin. Kirib kela olishi mumkin. U yog'idan o'tadi, bu yog'idan o'tadi. Kirib kelib uning zaif joylarini topib vasvasa qiladi, niyatlarini buzadi, ixlosiga putur yetkazadi shayton. Lekin buni ro'zada qila olmaydi. Chunki u zanjirband. Bu Allohning tavfiqi. Sizni biz toat qilishimiz uchun, muxlis bo'lishligimiz uchun shu oyda o'zimizni keyingi oylarga tayyorlab bu madrasadan chiqishligimiz uchun Alloh katta bir yordam beradiki, butun nimalarni mahbus qamab qo'yadi shaytonlarning kattasi. Masalan, deylik, bugun zolimlar ko'payib ketgan bo'lsa, butun insonlar bitta ikkita o'sha zolimning isqirtligining alamini chekib turgan bo'lsa, Alloh o'zi shunga kifoya qilsin deydi. Faraz qiling, kimdir qamab qo'ysa, kimdir o'zi bilan o'zini mashg'ul qilib qo'ysa, uni qancha xursand bo'lamiz. Bu ummat rohatlar deymiz, zulmidan. Ummat qutuldi deymiz. Xuddi shunday shaytonlarni Alloh taolo Ramazonda kishanlab qo'yadi. Va boshqa oylarda yetib borgan bandalarga Ramazonda yetib bora olmaydi. Va yughfaru lahum fi akhir laylatin deyapti azbirodillah. Inshaalloh mana shulardan bo'lgan bo'laylik. Mana ko'plaringiz e'tikofda o'tirdilaringiz. Alloh qabul qilsin inshaalloh taala. Va har kecha o'zi mag'firat qilinadi. Endi oxirgi kecha Alloh taolo mag'firat qiladi. Qila ya Rasululloh ahiya laylatul qadr? Qala la. Laylatul qadr kechasimi dedi. Sahobalar so'rashdi. Laylatul qadr kechasimi u? Mag'firat qilinadigan kecha dedi. Payg'ambarimiz aytdiki, yo'q. Walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu inda inqido amali. Lekin ishchiga ujrati haqqi qachon beriladi? Ishini chiroyli yakunlagan paytda. Faraz qiling, bir joyda ishlayapsiz. Topshirdi, shunday omonat qilib, qimmatbaho narsalarni sizga topshirdi, hammasini. Shuni chiroyli qilib o'rnatib bering dedi. Tasarrufingizga berdi u odam. Dabdalasini chiqarib bersangiz, masalan, ishni qabul qilib olaman deb kelgan paytda qaradiki, umuman rasvosini chiqargansiz. Nima bo'ladi endi? Haqqimizni beradimi? O'sha biz kutgan haqqni beradi. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida chiroyli amal qilganlarga, solih amal qilganlarga haqqini beradi o'sha oxirgi kecha. Amal qiluvchiga ajr mukofotlanadi. Alhamdulillah, Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin, aziz birodarlar. Mana bu yilgi Ramazonni ham, bayramini ham mana Shom diyorining tog'uti Bashar al-Asad va uning qonxo'r rejimidan xalos bo'lgan holatda qarshiladik, xalos bo'lgan holatda bayram qilyapmiz. Mana subhanallazi mughayyirul ahval. Holatlarni aylantirib qo'yadigan zotga tasbihlar bo'lsin, hamd va sanolar bo'lsin. Ko'z ochib yumguncha nima holatlarda aylantirib qo'ygan. Bunda juda ko'p saboqlar bor. Bunda biz Alloh taolaga yana ham bog'lanishligimizga turtki bor, o'rnak bor. Ko'z oldimizda mo'jizalar sodir bo'lyapti aziz birodarlar. Ibrat olaman degan insonga ko'z oldimizda. Mana tizim qiladi, to'g'rimi? Halabdan boshlangan jang natijasida
tizim qiladi. O'sha katta harbiy bazalariga, butun armiya boshqariladigan bazalarga kirilganda shunday ma'lumotlarni ko'rildiki va bu tarqatildi ham ma'lumotlar. Bashar al-Asadning mana shu oxirgi qulagan paytdagi rasmiy qaydlari bilan 400 mingta rasmiy askari bo'lgan. 400 mingta birodar. Oylik olib, avtomat ko'tarib yurgan o'shalar. Butun Suriya bo'yicha. To'g'ri, hammasi qarshimizda emasdi, lekin 400 mingta rasmiy askar, 300 mingta ehtiyoti zaxiradagi askar bo'lgan. Favqulodda holat bo'lsa chaqiriladi, safarbar qilinadi armiyaga. Qarang, subhanalloh. Bu nihoyatda bir Allohning fazli. Bizi Muharrarda oshib borsa 15 ta 16 ta tank bor. Ularning bitta bazasida o'sha tank ko'ryapmiz aziz birodarlar. 10 ta 15 ta tank faqat bittagina bazasida. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'sha zulm cho'qqisiga chiqqanda ko'p muhlat berdi. Mo'minlar sinaldi, elakdan o'tdi. Qanchadir Alloh taologa qarab yurdi, qancha sindi, yo'lda davom etdi va alhamdulillah, lekin mo'minlarga va'da bergan nusratini Alloh taolo olib keldi birodar. Va biz mana bugun alhamdulillah tug'yondan, istibdoddan butun Shom xalqi mana shu kunlar kimgadir aza bo'lardi har yili. Kimgadir bayram, kimgadir aza bo'lardi. Alloh taolo xalos qildi aziz birodarlar. Allohga hamdlar bo'lsin.